Turkiya davlatida Numrul brendi ostida Turkiya davlatida ishlab chiqariladi. Hozirda 40 kilovatdan 70 kilovatgacha Numrul avtomat akıllı kotyorlarimiz sotuvda mavjud. Narxi 40 kilovatligi $2250 dan boshlanadi. Xitoyda Sandal brendi ostida Xitoy davlatida ishlab chiqariladi. Xitoydan import qilinadi. Kotyorimiz avtomat akıllı kotyor. Kotyorimiz hozirda $1400 dan boshlanadi. Zota kotyorlarni barcha modellarda avtomat kotyorlar, ruchnoy kotyorlar barcha modellarda narxlari bazaviy, price narxlari bir xil, hech qanday narxda o'zgarish yo'q. O'sha birinchi bor bazaviy narxida bemalol har xil bo'ladi. Unda narxi 15 kilovatligini $1550 dan boshlanadi. Kotyorimiz pol avtomatlashgan holatda havo belgichlari, kontrollerlar, kompleks holatda bo'ladi. Bunga bemalol o'zimizning mahalliy angren ko'mirni ham xarid qilib, ya'ni shu 300 so'm, 390 shunaqa sotilayotgan o'zimiz mahalliy ko'mirni ham, angren ko'mirni ham olib bemalol yoqib foydalansangiz bo'ladi. Bir zapravkasi o'rtacha 1 kun atrofida 2 kun atrofgacha yonishi mumkin. Mustang Pro modeli hozirgi kunda $1300, ya'ni 15-600 soat atrofidan boshlanadi. Ya'ni uzoq yil xizmat qilish uchun juda ham mustahkam ishlab chiqarilgan, narxlari ham hamyonbop, sifatlariga zavod tomonidan kafolatga ega. Hurmatli kuzatuvchilar, uy isitish maqsadida yoki maktab, bog'cha, klinika, issiqxona xohlagan joyga isitmoqchi bo'lib, kotyor qidirib yurgan bo'lsangiz, ya'ni ko'mir kotyor, o'tin kotyor, avtomat, ruchnoy, pol avtomat barcha kotyorlarimiz, barcha kачественный kotyorlarimiz sotuvda mavjud. Eng qizig'i, o'zimizni milliy brend, ya'ni o'zimizda ishlab chiqarilayotgan Mustang brendi ostida ishlab chiqarilgan avtomat akıllı kotyorlarimizni hozirgi kunda 50-100 metr kvadrat atrofidan boshlab 6000 kvadrat metrgacha foydalansa bo'ladigan Mustang kotyorlarimiz sotuvda mavjud. Hozirda mana shu kotyorimiz narxi 50-100 metr kvadrat atrofidan boshlab 200-250 metr kvadratgacha foydalansa bo'ladigan avtomat akıllı kotyorlarimiz Mustang Pro modeli hozirgi kunda $1300, ya'ni 15-600 soat atrofidan boshlanadi. Kotyorimiz juda baquvvat ishlab chiqarilgan. Metallari barchasi Rossiyadan olib kelinadi. Maxsus kotyor uchun metallardan svarkalarini ishlab chiqarish Yarilgan juda ham baquvvat ishlab chiqarilgan birli listdan bo'ladi. Ya'ni uzoq yil xizmat qilish uchun juda ham mustahkam ishlab chiqarilgan. Narxlari ham hamyonbop, sifatlariga zavod tomonidan kafolatga ega. Mustang bu oddiy sex yoki oddiy ishlab chiqarilgan. Bu juda ham katta zavod, ya'ni Farg'onada joylashgan Mustang zavodi ishlab chiqariladi. Zavod tomonidan kafolatga ega. Yana qaytarib o'taman, hozirgi kunda 200 metr kvadrat atrofdan 100-200 metr kvadrat atrofdan 6000 kvadratgacha istifodalansa bo'ladigan Mustang kotyorlarimiz, avtomat akıllı kotyorlarimiz sotuvda mavjud. Bundan tashqari Garnier zavodida, ya'ni Qozog'istonning Qaraganda viloyatida ishlab chiqariladigan pol avtomat Garnier brendi ostida ishlab chiqarilgan kotyorlarimizni hozirgi kunda 15 kilovatdan 120 kilovatgacha, ya'ni 50-100 metr kvadrat atrofidan boshlab 1500 kvadratgacha istifodalansa bo'ladigan Garnier pol avtomat kotyorlarimiz sotuvda mavjud. Hozirda narxi 15 kilovatligini $1550 dan boshlanadi. Kotyorimiz pol avtomatlashgan holatda havo belgichlari, kontrollerlar, kompleks holatda bo'ladi. Bunga bemalol o'zimizning mahalliy angren ko'mirni ham xarid qilib, ya'ni shu 300 so'm, 390 shunaqa sotilayotgan o'zimiz mahalliy ko'mirni ham, angren ko'mirni ham olib bemalol yoqib foydalansangiz bo'ladi. Bir zapravkasi o'rtacha 1 kun atrofida 2 kun atrofgacha yonishi mumkin. Shuni ham tavsiya berib qolamiz. Shuni ham mo'shli kotyordan olib qo'ysangiz bo'ladi. Mana shu 20 kilovatli kotyorimiz 400 kilogramm. Juda ham mo'shli, baquvvat kotyorlar. Bundan tashqari do'konimizda Zota kotyorlarni barcha modellarda avtomat kotyorlar, ruchnoy kotyorlar barcha modellarda asliy barcha kotyorlar turidan sotuvda mavjud. Xohlasangiz ruchnoy kotyorlar, xohlasangiz avtomat kotyorlar barcha kilovatlardan, barcha modellarda sotuvda mavjud. Narxlari bazaviy, price narxlari bir xil, hech qanday narxda o'zgarish yo'q. O'sha birinchi bor bazaviy narxida bemalol har xil bo'ladi. Bundan tashqari Xitoyda ishlab chiqariladigan Xitoyda Sandal brendi ostida Xitoy davlatida ishlab chiqariladi. Xitoydan import qilinadi. Kotyorimiz avtomat akıllı kotyor. O'rtacha 100 metr kvadrat atrofida 2 metr, 2 metr kvadrat atrofigacha foydalansa bo'ladi. Kotyorimiz hozirda $1400 dan boshlanadi. Undan tashqari Turkiya davlatida Numrul brendi ostida Turkiya davlatida ishlab chiqariladi. Hozirda
40 kilovatdan 70 kilovatgacha Zumrud avtomat akıllı ko'chatlarimiz sotuvda mavjud. Narxi 40 kilovatdagi $2250 boshlanadi. Ko'chatlarimizni 100 metr kvadrat atrofdan 300 metr kvadrat atrofgacha bemalol foydalansangiz bo'ladi. Aziz kuzatuvchilar, bizni bu do'konimiz Namangan shahrida Prom zonada joylashgan. Ya'ni Oxunboboyev tarafdan kelishda Shamshiboy taqqa bozoriga svetofordan 100 metr o'tganingizda o'ng qo'lda Zero metallari degan joyda yo'l yuzida o'ng qo'lda joylashgan. Kamaz Pita, ya'ni Isuzu Pita tarafdan kelishingizda Shamshiboy svetoforga yetmasdan 150 metr teparoqda chap qo'lingizda joylashgan. Bemalol do'konimizga kelib, siz xohlagan kvadrat metrga, siz xohlagan kачествоda 5 ta davlat ko'chat sotuvda bor. O'zingiz mahalliy milliy brendlar, Rossiya brendlari, Qozog'iston, Turkiya, Xitoy barcha ko'chatlarimizni barcha turlar sotuvda mavjud. Ko'chatlarimiz narxi, yana qaytarib o'taman, barchasi zavod narxlarida, bazaviy narxlarda ham hamma ko'chatlarimiz premium kачествоda, ya'ni zavod tomonidan kafolatga ega. Bemalol kelib tashrif buyuring, xudo xolasa bizda faqat premium, ishonchli, sifatli mahsulot bo'ladi. Uzoq yillik tajribadan kelib chiqib, biz faqat premium, ishonchli, kafolatga ega mahsulot sotamiz. Albatta, barchasi hurmatli kuzatuvchilar, sizlar uchun narxlari yana qaytarib o'taman. Barchasi zavod narxlari. Hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Hatto zavod joyiga borsangiz ham hech bir narsa bemalol shu yerda shu zavod narxida har xil. Xohlasangiz, ko'chatlarni dastavka qilish xizmatlari bor. Dastavka kelishuv asosida siz xohlagan joyingizga dastavka qilib beramiz. Eshigingiz tagida zavod narxida, bazaviy narxida bemalol xarid qilib olsangiz bo'ladi. Xudo xolasa biz faqat ko'chat emas, biz ishonch sotamiz, pullar bilan ulashamiz. Xudo xolasa, bemalol do'konimizga tashrif buyuring. Siz xohlagan kачествоda, xohlagan kvadrat metringizga Xudo xolasa barcha ko'chatlarimizda bazaviy zavod narxida sotuvda bor. Albatta, barcha ko'chatlarimiz zavod kafolatiga ega. Bemalol telefon raqamimizni qoldirib o'tamiz, bemalol telefon qilib bog'lang. Qanday savollaringiz bo'lsa, to'g'ri javob berishga harakat qilamiz. Albatta, bizga obuna bo'lib o'tirishni unutmang, chunki doim yangiliklar to'xtamaymiz. Barchasi sizlar uchun.